Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Ismim Atobek Qodirov, Al-Buxoriy xususiy bog'chasi asoschisi va rahbar bo'laman. Bugun sizlar bilan bog'chamiz haqida batafsil sharoitlari, imkoniyatlari, mashg'ulotlari, to'garaklari haqida tanishamiz yaqindan. Marhamat. Bog'chamiz Buxoro shahrini 5-mikrorayon deydi o'zimizni tilimizda. 5-mikrorayon Navro'z, eski Navro'z restorani ro'parasida joylashgan. Bog'chamiz taxminan 1,5 gektarlik maydonda joylashgan. Bu bog'chamizni tashqi ko'rinishi, biza bog'chamizda tashqi ko'rinishida ham, ichki ko'rinishida ham aynan yashil hududga juda ham yaxshi e'tibor berganmiz. Endilikda bog'chamizni ichki imkoniyatlari, sharoitlari bilan yaqindan tanishamiz. Demak, bog'chamizni kirish qismida bizni shunaqa chiroyli atmosfera, ya'ni akvariumlar, gullar bizni kutib oladi. Aynan bu gullar bolalar uchun ham, ota-onalar uchun ham juda ham yaxshi. Chunki hozirgi zamonda ko'p narsalar suniylashib borgan bir zamonda bu tabiat har bir kirgan ota-onaga, har bir bolaga yaxshi kayfiyat ulashadi. Bu imkoniyatimizni, ya'ni guruhlarimizni shishadan iborat ekanligini, fayy qismidan turib ota-ona bemalol ko'rishi, kuzatishi mumkinligini ishonib aytishim mumkin, hech qaysi xususiy bog'chalarda yo'q. Hozir endi sizlar bilan birgalikda guruhdagi imkoniyatlarni, sharoitlarni ko'rib chiqamiz. Yana bir narsani ishonib aytishim mumkin, hech qaysi bir bog'chada, xususiy bog'chalarda bizni guruhlarimizdagidek shinam, keng imkoniyatlar yo'q. Demak, bog'chamizda har bir yoshdagi bolalar alohida guruhlarga ajratilinadi va bugun biz sizlar bilan babichka gruppasini birgalikda ko'ramiz. Har bir guruhlarimizda kiraverishda maxsus bolalarni shkafchiga qo'yilgan. Bolalar ertalab kelgandan keyin o'zi maxsus kiyimlarini, bog'cha kiyimini almashtirib, kiyib ketadigan kiyimlarini yana shkafchiga joylashadi. Guruhlarimiz juda ham keng, juda ham katta va tabiiy yorug'lik juda ham yaxshi tushadi. Demak, guruhlarimizda mana shunday burchaklar tashkil qilingan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda bolalar o'zi qaysi bir yo'nalishga qiziqsa, kelib bemalol o'zi olib, misol uchun kitobga qiziqadigan bolalarimiz olib kitoblarni olib o'qishi mumkin bo'ladi. Bu yerda qalamlar, maxsus gipsdan qilingan figuralar bo'ladi. Bularni bolalar o'zini qo'li bilan bo'yab yasashi imkoniyatiga ega bo'ladi. Har bir guruhda o'zini maxsus hojatxonasi va qo'l yuvish xonasi mavjud. Va qolaversa, mana shunday har bir guruhda kulerlar, oshxona jihozlari, oshxona anjomlari qo'yiladigan xonamiz mavjud. Va ko'rishingiz mumkin, yotoqxonasi har bir guruh uchun alohida yotoqxona qilingan, juda ham keng, juda ham shinam. Har bir xonamizda maxsus konditsioner o'rnatilgan va kameralar o'rnatilgan. Bu kameralar fayy qismida bo'lsin, ular maxsus mashg'ulotlarda bo'lsin, guruhda bo'lsin, yotoqxonasida bo'lsin, hamma joyda kameralarimiz o'rnatilgan. Bog'chamizni aynan 2-qavat qismidan bu atmosferani ko'rmasdan ketmasligingiz kerak. Va aynan bolalar uchun maxsus o'yingoh 150 kvadrat metrdan iborat bo'lgan bolalar o'yingohini bolalar mazza qilib, quvnab o'ynashi uchun tashkil qilganmiz. Video davomida bizni boshqa xususiy bog'chalardan ajratib turadigan jihatlarimizni ko'rdingiz va faxrlanib aytishim mumkinki, bizni aynan bog'chamizda 20 ga yaqin logoped mutaxassislarimiz, eng yaxshi mutaxassislarimiz bizni bog'chamizda mavjud. Farzandlaringiz uchun aqliy rivojlanishdan ortda qolgan, nuqsonida kamchiligi bo'lgan, harakatdan ortda qolgan bolalar uchun barcha sharoitlar, imkoniyatlar yaratilgan. Va har bir ota-onani qiziqtirgan eng bir muhim jihat, bizni bog'chamizga farzandingizni qo'yganingizdan keyin logoped mutaxassislarimiz uchun hech qanday to'lov ortiqcha qilinmaydi. Bolajonlarimiz uchun tuzli xona tashkil qilganmiz. Tuzli xona tibbiyot tilida galoterapiya deydi. Bu bolajonlarimizni nafas yo'llaridagi kasalliklarni, shamollashlarini va qolaversa tabiiy yod hisoblanadi. Bog'chamizni sport zal qismidamiz. Bolalar uchun maxsus yumshoq tatamilar qilingan, ya'ni sport zalda ular shug'ullanishgan paytda qattiq yiqilmasligi uchun yumshoq tatamilar qilingan va qolaversa maxsus taekvondo formalari
beriladi. Bu sport zalimizda qizlar uchun gimnastika, o'g'il bolalarimiz uchun taekvondo mashg'uloti olib boriladi. Bog'chamizni eng qiziq bo'lgan mashg'ulotlardan biri robototexnika xonasidamiz. Bu yerda bolalarimiz maxsus robototexnika jihozlari bilan mana shunga o'xshagan 700 ga yaqin robotlar yasashadi va buni kompyuter orqali, kod yozish orqali robotlarni boshqarishadi, ya'ni harakatga keltirishadi. Yana bir muhim jihat, mana shunday maxsus to'plamimiz bor, ya'ni elektron to'plam. Bu yerda taxminan 1000 ga yaqin ko'rishingiz mumkin. 979 ga yaqin instruksiyalar bajarilishi mumkin. Maxsus qo'llanmasi bor. Bu yerda bolalarimiz o'sha elektronika bilan bog'liq bo'lgan barcha narsalarni yasashadi. Bolajonlar uchun eng qiziqarli, eng quvonchli bo'lgan mashg'ulotlardan biri suzish xonasidamiz. Bu yerda bolajonlar uchun yoshiga, bo'yiga mos qilib qurilgan va aynan suzish bo'yicha murabbiy bilan bolalar cho'milishadi, ya'ni murabbiy nazorati ostida bo'ladi. Har qanday bog'cha o'zi haqida yaxshi gapirishi mumkin, lekin bizni faoliyatimizga eng xolis bahoni faqatgina ota-onalar berishi mumkin. Al-Buxoriy bolalar bog'chasi taxminan 6 yildan buyon o'z faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirib kelyapti. Shu vaqt mobaynida 1000 nafardan ortiq bolajonlarning ilk ta'lim tarbiyasiga o'z hissamizni qo'shdik. Bugun ularning ko'pchiligi maktablarda muvaffaqiyatli tahsil olishyapti. Biz uchun eng katta yutuq ota-onalarning ishonchi va bolalarning quvonchidir. Hozir esa bu haqida biz emas, aynan farzandlarini bizga ishonib topshirgan ota-onalar nima deyishini birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum, mening ismim Munisa. Meni 2 nafar farzandim ushbu bog'chada ta'lim olib kelmoqda. Men ushbu bog'chani tanlashimning asosiy sabablaridan biri shuki, bu yerda nafaqat bilim, balki bolalarimning odob, axloqi, shuningdek ularda ijodkorlikka bo'lgan tomonlariga ham e'tibor yaxshi qaratilganligi hisoblanadi. Men ushbu bog'chaga bolalarim kelgandan buyon ularga juda ham ko'p o'zgarishlarni sezyapman. Shu sababli ham men ushbu bog'chani boshqa ota-onalarga ham bemalol tavsiya qila olaman. Yana bu yerning ajoyib muhiti, ya'ni tabiat qo'ynida bolalarni o'zini juda ham erkin his qilishiga bo'lgan yaratilgan tabiat qo'yni ham juda ham menga o'zimda juda ham katta taassurot qoldiryapti va bilamanki, bu mittivoylarimizga ham juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatib kelyapti. Ushbu bog'cha Buxorodagi номер 1 bog'cha hisoblanadi va barchaga buni tavsiya qilib qolaman. Всем привет, меня зовут Нигина, и я хочу выразить свою огромную благодарность директору Аль-Бухари, что он создал такой садик, как Аль-Бухари. Здесь есть все условия для проживания ваших детей. Когда мы впервые пришли в этот садик, меня реально то, что удивило, здесь очень много количества зелени и растений. То, что для моего ребенка очень важно дышать кислородом. Мамаши, у которых есть особенные дети или кто опаздывает встречу, вы можете не беспокоиться, Аль-Бухари вам поможет, потому что есть здесь очень много педагогов, которые будут заниматься сенсорной интеграцией, аботерапией, логопед, дефектолог, гимнастика, арт-терапия, рисование. Все, что можно делать для вашего ребенка, и вам помогут. Не беспокойтесь. Ваш ребенок в надежных руках. Я люблю Аль-Бухари. Спасибо вам. Bugun o'g'lim Yusufning tug'ilgan kunini Buxorodagi eng zamonaviy, eng chiroyli bog'cha Al-Buxoriyda o'tkazyapmiz. O'g'lim 6 yoshga kirdi. 1 yoshdan buyon shu bog'chaga keladi. Menga juda ham yoqadi. Qulayliklari, tarbiyalovchilari, bularga alohida kattakon o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammaga taklif qilamiz bu bog'chani. Har qanday bog'chani yana eng katta ustunliklaridan biri bu bog'chalarni, ya'ni tarbiyachilar hisoblanadi. Hozirgi video davomida aynan tarbiyachilarimizni faoliyati, ularni bolalar bilan ishlash uslubini o'zingiz guvohi bo'lasiz. Бабушка любимая, самая красивая, ручки золотые, глазки молодые. Сейчас будем степить все вместе, будем повторять. Бабушка любимая, самая красивая, ручки золотые,
Глазки молодые, молодцы. Или бабушка с утра пирожок тебе дала. Еще раз будем стихи повторять. В детском садике играй, как солдаты идем, громко песенку поем. Молодцы, спасибо. Люди на здоровье. Такой всем говоря. Hurmatli ota-onalar, bog'chamizdagi sharoitlar, yaratilgan imkoniyatlar, keng va yashil hudud, tajribali tarbiyachilarimiz hamda bolajonlar uchun tashkil etilgan darslar, mashg'ulotlar bilan tanishdingiz. Agar sizda ham farzandingizni sog'lom, xavfsiz va ekologik toza muhitda ulg'ayishini istasangiz, sizni bog'chamizda kutib qolamiz. Hozirda 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimiz uchun qabul davom etmoqda. Pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, biz siz bilan bog'lanib yanada batafsilroq ma'lumot beramiz.